Bolam nogiron bo'lib qoladimi? Nima deyapsiz? Bizani aybimiz yo'q, hamma ayb o'zingizda ekan-ku. Farzandinglar shu holatga tushib qolish holatlarini xos sizlarga aytib beraman. Boshimiz qiyshiq, bilasizlar-ya buni. Boshqa davlatdagilar bizdan juda ham ko'p so'rashadi. Nima sizlarning boshinglar qiyshuv? Bu qanaqadir kasallik tarqalganmi sizlarda yoki O'rta Osiyoda tug'ilsa, shunaqa bosh qiyshuv tug'iladimi odamni deb. Xuddiki Afrikada qora tanlilar ko'proq tug'ilganda, O'zbekistonda ham faqat bosh qiyshuvi tug'iladimi deb so'rashadi. Tojiboyev ham bu konsertlarda aytganlar. Esinglarda bo'lsa, Aynısı orqa miyaz pacha bo'ladi hammasini. Yo to'g'ri pacha chiqib ketgan. Bu yangi rivojlanayotgan suyak pacha o'sib qolgan. Do'p kiysa ham zazor bo'lmaydi yerda. Ko'chaga chiqsa mamdoq ushaveradi, shamol yo'q bo'lsa ham. Chunki liqqilab turadi, mana bunaqasidan liqqilab turadi. Ariqdan sakrasam pop chiqib ketaveradi. to'g'ri aytishinglar mumkin. 5 yotgandan keyin bosh qiyshuv bo'lib qoladi deb. To'g'ri, lekin bu tug'ma bo'lishi ham mumkin ekan. Masalan, boshda chokla bor. Buni bilsanglar kerak. Ana o'sha chokla tug'ma, yopiq bo'lib tug'ilishi mumkin ekan. Ba'zi paytda 2-3 chokla yopiq tug'ilishi mumkin ekan. Hop, chokla yopiq bo'lsa nima qilibdi deyishlar mumkin. Lekin uni oqibatida, masalan, bitta chok yopiq yoki 2-3 chok yopiq bo'lishi mumkin. Uni evazida nima bo'ladi? Miya rivojlanishi xohlaydi, o'sishi xohlaydi, lekin bosh bunga yo'l qo'ymaydi. Nimagaki choklari yopiq, o'sgani qo'ymaydi, bir-birini shuna o'xshab turadi. Sizlar keyin nima qilasizlar? Farzand qo'rqib ketasizlar-da, doktorga borasizlar. Doktor noto'g'ri diagnoz qo'ysa, undan yomoni yo'q. Bundoq qarab turib rahit deyorishi mumkin. Men shu holatlarni eshitdim, shunday ko'rib rahit deyorishar ekanda. Bu kasal o'zi problema emas, ya'ni bosh choki yopiq tug'ilishi. Problema noto'g'ri diagnoz qo'yishda. Chokla yopiq bo'lgandan keyin yoki bosh qiyshuv bo'lib qolib shakllanayotgandan keyin bu oqibatida miyada bilasizlar, hamma organizm boshqaradigan funksiyali joylari bor. Masalan, ko'z ko'radigan, quloq eshitadigan, barmoqlarimiz ishlatadigan-da. Miya o'sishi xohlaydimi, rivojlanishi xohlaydimi? Bosh chok yopiqligidan yoki bosh qiyshuvidan bunga yo'l qo'ymaydi. Ya'ni miya rivojlana olmaydi. Shu oqibatida qisilib yoki lat yeb, o'sha joyga ozor bergandan keyin uni ko'z ko'rmay qolishi ham mumkin ekan. Ya'ni boshqa funksiyalar ham bo'lishi mumkin, bosh ishlamay qolishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin ekan. Men o'ylaymanki, hozirgi paytda ota-onalar farzandiga nastolka e'tiborli, ya'niki oldin farzand tug'ildi, yo'q, hozir estetichni, ya'ni asrab, avaylab katta qilishyapti. Men o'ylayman, sizlarga farzandinglar vajni. Men bu mavzuni juda ham katta shaklda ko'taryapman. Bu birinchi video. Hali bu haqida videolar juda ham ko'p bo'ladi. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarni ham kuzatib boringlar.